Bahodir aka yaxshi o'tiribsizmi? Zerikmayapsizmi? Yo'q. Nima deysiz endi bu shogirdlarni, yoshlarni nima deysiz endi? Qani fikringiz qiziqda sizni? Albatta, hozir mana bu yigitimizda shu qo'shiqlarini eshitib ustozimizni xotirladik. Marhum san'atkorimiz Sherali Jo'rayev juda ham bir o'zgacha bir ulug' inson edilar. Albatta. Sherali Jo'rayev bu endi fenomenda, bu fenomen. Birga hamsuhbat bo'lgan paytlarimizni esladim hozir shu ustozimiz bilan o'tirib. Juda ham bir o'zgacha inson edilar. Mayli o'tgandan oldin rahmat qilsin. Mana u ham o'sha haligi to'y hashamda ko'rishib qolganmisizlar? Qanaqa bo'lgan o'sha voqea? Yo'q, bu yaqinda shu ustozimiz o'sha bir konsert dasturlari bir rejalashtirilganda men ham bir sozanda sifatida taklif qilingan edim. Shunga bir borib ozgina shu repetitsiya jarayonlarida birga ijod qilish nasib bo'ldi. Endi ustoz bilan ham suhbat bo'lish nasib bo'ldi. Endi ozgina ba'zi sabablar bo'ldi. Endi biz qatnasha olmadik konsertda. Lekin men xursandman, shu ustozimiz bilan bir ham suhbat bo'lish menga nasib bo'ldi. E'tiborlarga tushganingiz o'zi katta narsa-da endi. Albatta. E'tirofda bu ham qanaqadir ma'noda. Bo'ldi, bo'lmasam sozanda sifatida degan joyi keldi. Endi o'sha tor